Tramvay haydovchilari imtiyozga ega bo'lgan holatlar. Agar svetofor yoki tartibga soluvchining ishoralari tramvay va relsiz transport vositalarga bir vaqtda harakatlanishga ruxsat bersa, harakatlanish yo'nalishidan qat'iy nazar tramvay oldin o'tish huquqiga ega bo'ladi. Teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorrahada relsiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalarga yo'l berishi shart. Shu qoidaga tramvay haydovchilar ham o'zaro amal qilishlari kerak. Bunday chorrahalarda keyingi harakat yo'nalishidan qat'iy nazar tramvay relsiz transport vositalariga nisbatan oldin o'tish huquqiga ega bo'ladi.